Isroil shu paytgacha Donald Trampga yoki Amerikadagi lobbiga ta'sir qiladi. Ular hokimiyatga, Amerika hokimiyatiga ta'sir qiladi. Amerika hokimiyati mintaqadagi arab davlatlariga ta'sir qiladi va birgalikda Eronning yiqitmoqchi edi. Bu yerda boyitilgan uranni izlash operatsiyasi ham yashirin tarzda o'tkazilgan bo'lishi ehtimoli juda yuqori deyildi. Sababi Qo'shma Shtatlarning bir qancha samolyotlarining Eronda portlatib yuborilganligi, urib tushirilganligi, o'sha harbiylarni qutqarib olinganligi ham juda ham keng shov-shuv bo'ldi-da. Va bu haqida xabarlar turlicha. Donald Tramp buni fantastik operatsiya deb atadi. Ya'ni juda ham yuqori darajada ekan. Shunaqa. Shu bo'yicha to'xtalaylik. Agar o'sha matbuot anjumaniga e'tibor bersangiz, endi 1 soat 20 qanchadir minut edi, 1,5 soat deylik. O'sha 1,5 soatlik nutqini 60% mi ekan, yarmidan ko'pi o'sha qutqaruv operatsiyasini xuddi Gollivud kinolarini ssenariysini tushuntirgandek tushuntirib chaynab berdi. Va bu yerda Hexet ham ishtirok etdi, Redcliffe ham ishtirok etdi, Den ham ishtirok etdi. Bular hammasi bir-birini maqtab, o'sha operatsiyani qanday bo'lganligi va qanday qutqarilganligi, o'sha jurnalistlar savol berganda nechta odam qatnashdi desa, o'zi aslida sekret bo'lishini, sir bo'lishini xohlardim, maxfiy bo'lishini. Lekin men sizga aytaman, yuzlab deb qo'ydi. 100 dan oshiq, ya'ni kamida 100 dan oshiq odam dedi. Keyin bir nechta samolyotlar, o'sha aytaylik, harbiy vertolyotlar qo'nib tepaga ko'tarilgani haqida nima ma'lumotlar yangradi, lekin o'sha g'arb tahlilchilari, harbiylari, ekspertlar berayotgan fikrlarga ko'ra, bu yerda boyitilgan uranni izlash operatsiyasi ham yashirin tarzda o'tkazilgan bo'lishi ehtimoli juda yuqori deyildi. Sababi MAGATE bergan ma'lumotlarga ko'ra, o'sha Kirmanshoh bilan Isfahon oralig'idagi tog'li hududda yashiringan ehtimol yuqori, 70% o'sha joyda yashiringan degan ma'lumot tarqagan edi. Aynan baxtli tasodifni qarangki, 20 yilda avtohalokatga bironta operatsiyada uchramagan F-15 bilan A-10 samolyotlari o'sha joyda halokatga urib tushirilyapti va urib tushirilmagan shu paytgacha, tasavvur qiling. Va aynan o'sha joyga bittasi quruqlikdan, bittasi suvli hududdan qutqarib olingan va tog'li hududlarda yashiringandagi ehtimol bo'lsa, aynan o'sha tog'da u odamning yonida bitta to'pponchasi bor edi, deyapti o'sha polkovnik. Polkovnik harbiy unvon yuqori bo'lgan, zobit bo'lgan va u ma'lumot bergan va uni butun o'sha situatsion sentr, ya'ni jarayonlar markazidan turib kuzatib borishgan ekan. Bular o'zlari yo bilib, yo bilmagan holatda bu jarayonni sotib qo'yishyapti-da. Endi bu taxmin, albatta faraz. Va o'sha operatsiya amalga oshirilgan deyapti. Chunki birinchidan uzr, ya'ni samolyot urib tushirilishi va o'sha samolyotdagi zobitning o'sha sakrab tushishi, sakralgandan keyin yashirilgan uran tomon harakatlanishini bu uyushtirilgan ehtimoli, buni men emas, mendan oldin allaqachon bu narsani aytib bo'lishdi. Men bu narsaga yaqinroq, bu moyilroq emas, sababi 20 yilda umuman halokatga uchramagan o'sha joyda uchrayapti. Aynan MAGATE bergan yoki harbiy o'sha atom energiyasini, uranni boyitish bo'yicha ekspertlar bergan ma'lumotlar bo'yicha ham o'sha gapirmayapti. Sputniklar endi bilamiz qanaqa qudratga ekanligini. Ular aynan ana shu hududlarda faollik bo'lgani uchun manzilli uyushtirilganga o'xshab qolyapti-da bu narsa. Aynan o'sha hududda halokatga uchrayapti. Aynan o'sha hududga bir nechta harbiy texnikalar, samolyotlar, vertolyotlar boryapti-da, qo'nishni amalga oshiryapti-da. Yana agar Trampning gapiga e'tibor bersangiz, bir necha bor qo'nishgan va qum nam bo'lgan deyapti va har safar 15 daqiqagacha berildi deyapti. Ya'ni ma'lum bir ma'noda o'sha hududni skaner qilish, ya'ni radiolokatsiya orqali o'rganishga imkon beruvchi. Endi men albatta bu yerda harbiy ekspert emasman, lekin bu juda harbiy ekspertlar bu narsaga o'rin qoldiryapti. Ya'ni o'rganilgan o'sha yashirin tarzda nima ketyapti? O'rganish, qidiruv ketyapti. U oshirilgan. Bu narsa qanchalik muvaffaqiyatli o'tdi, buni vaqt ko'rsatadi. Ikkinchi tomoni, CRUni rahbari chiqib gapirganida markaziy razvedka o'sha boshlig'ini gapirgan gapiga ko'ra biz chalg'itdik dedi. O'sha zobitni qutqarish jarayonida dezinformatsiya tarqatdik deyapti. Yolg'on ma'lumot tarqatdik. Bu allaqachon qutqarildi va biz olib chiqib ketdik degan ma'lumotni o'sha mahalliy matbuotda, atrofdagi matbuotda tarqatdik deyapti. Sababi unga nisbatan e'lon qilinmasin. Ya'ni bizdan oldin yetib borishmasin zobitga. Ya'ni bu markaziy razvedka boshqarmasining o'zini ma'lumotiga ko'ra yolg'on ma'lumot berishayotgan ekan va bu narsa taktikadan foydalanilar ekan. Kim kafolat beradi? Ular boshqa
boshqa narsada aldamayotganligiga. Ya'ni hozir matbuot anjumanida berilayotgan ma'lumotlarni to'g'ri yoki noto'g'ri emasligini alohida tekshirib ko'rishga to'g'ri keladida. Buni rus razvedkasi yoki Xitoy razvedkasi qisqa vaqt ichida juda yaxshi aniqlab oladi. Eng nima deydi, achinarli tomoni oddiy odamlarga bu narsa yetib kelmaydi. Faqat o'sha harbiy ekspertlar yoki bilvosita isbotlashi qo'lidan keladigan tahlilchilar bu narsani aniqlab olishi mumkin. Ehtimoli juda yuqori deyishyapti. Kam sonli ekspertlar o'sha boyitilgan uranga nisbatan qidiruv amalga oshirildi. Agar uni qo'lga kiritsa, masalan, uni bir necha qismlarga bo'lib hududlarga berkitgan bo'lsa, tog'li hududga, agar o'shani bitta qismini qo'lga kiritsa ham AQSh uchun yetarli darajada g'alaba deb. Mana biz qo'lga kiritdik deb aytsa, u yog'ini masalan biz hammasini qo'lga kiritdik deb biza siz borib o'lchamaysiz-ku 400 kilomi ekan, qani o'lchab ko'raylik deb 10 kilosini o'zi yetadi ularga. G'alaba e'lon qilish uchun. Bitta o'sha askar uchun ko'plab kuchlar safarbar etilganligi 100 ta o'zi aytayapti, Trampning og'zidan chiqyapti. Nechta o'qqa tutildi, yaralanganlar ham bo'ldi, lekin hech kim o'lmadi deyapti. Lekin biz yuzlagan harbiylarni o'sha joyga hayotini xavf ostiga qo'yib bordik deyapti. Yana o'nlagan texnikani biza u jangga soldik deyapti. Qanaqa qilib siz bitta odamga shuncha? Yana ular Amerikani armiyasini prinsipini ko'rsatyaptiki, hech kimni hech qachon Amerika armiyasi tashlab qo'ymaydi deyapti. Lekin buni tagida ehtimol yuqori, ba'zi o'sha ekspertlar aytayapti, uranga nisbatan boyitilgan uranga ov ham ketgan, qidiruv ham ketgan. Rahmat. Fikrlar bo'lsa, bir qanday keyingi savol bo'lsa bo'ladi unda. Xo'p, Kamoliddin aka, mana shu kunlarda, to'g'rirog'i kecha ham bu xabar juda keng ommaga taqdim etildi. Ya'ni yuqorida o'zingiz ham aytib o'tdingiz, AQSh va Eron o'rtasidagi muzokaralarda va xabarlar almashinuvida Eron tomonining ta'biri bilan aytganda Pokiston tomoni asosiy rol o'ynayapti. Va xuddi shunday muzokarachi va Islomobod pakti deb nomlangan bandlar ikki tomonga ham, AQSh va Eron tomoniga ham uzatilgan. Shunday ekan, AQSh va Eronga taqdim etilgan mana shu qo'shtirnoq ichidagi Islomobod pakti haqida nimalar ma'lum o'zi? Xo'p, boshida Eron Pokiston orqali ketayotgan muzokaralarni tan olmadi, ya'ni rasmiylashtirishni istamadi. Va bu bilan Amerika tomoniga qo'shimcha bir stress qildiradigan yoki bosim qiladigan bir siyosiy texnologiya qildi. Ya'ni sen men bilan muzokara qilishni xohlayapsan, lekin bu muzokara menga kerak emas. Men tushundim, men yiqilmayman va sen qanchalik urush cho'zilsa, shunchalik senga yomon bo'ladi degan bir signalni berishga harakat qildi. Va endi keyingi kunlarda Pokistonda ketayotgan muzokaralarni Eron tan oldi. Lekin buni muzokara deb nomlamayapti. Buni muloqot bir shakli, axborot almashinuvi deyapti. Ya'ni statusini pasaytiryapti. Va bu yerda endi biz bilamizki, general Munir bor. Bu Donald Tramp bilan shaxsiy aloqalarga ega bo'lgan. Chunki biz bilamiz, Pokiston mintaqadagi harbiy qudratlardan bittasi. Ya'ni musulmon dunyosida yagona atom bombasiga ega bo'lgan, atom quroliga ega bo'lgan, yadro quroliga va qolaversa harbiylar davlatni boshqaradigan davlatlardan bittasi. Va Pokistonda harbiylarning siyosiy salohiyati, ya'ni siyosiy elitaga ta'siri juda ham katta. Endi shaxsan Donald Tramp bilan general Munirning aloqalari yaxshi va Amerika tomoni iltimos qildiki, mana sen Eron bilan yaxshisan, seni qo'shning. Iltimos shu o'rtada muzokaralarda bizga hamkorlik ko'rsatgin deb. Mana Ummon sultonligi o'sha 12 kunlik urushda o'tgan yilga yoki ungacha mana yaqindagi bir oy, 2 oy oldin ham 2 oy oldin Ummon sultonligi asosiy muzokarachi davlat edi. Lekin Ummon Amerikaga ishonchsizlik bildirdi. U aytdiki, men muzokarachi, o'rtakash edim, lekin sen meni aldab, ya'ni jumladan Ummon sultonligini ham aldadi. Zarba berdi va Eronning rahbariyatini yo'qotdi va qaytadan urush boshladi. Shuning uchun Ummon sultonligining tashqi ishlar vaziri aytdiki, biz progressga erishib qolgandik-ku, bu qanday bo'ldi deb. Shundan keyin u muzokaralar jarayonidan chiqdi. Va bugungi kunda Pokistonda ketyapti shu nima? Demak, bu yerda ikki bosqichli tinchlik sulhi haqida gap ketyapti. Birinchisi, ma'lum bir muddatga 45 kunga urushni to'xtatish va mana shu 45 kun ichida demak kelishuvga erishish. Eron aytayapti, yo'q. Birinchi to'liq kelishuvga erishamiz, ana undan keyin urush to'xtaydi deyapti. Ya'ni bu yerda konseptual nima bor? Endi tomonlarning talablari hali kelishuv, yarashuv nuqtasidan juda ham uzoq. Eron aytayaptiki, mintaqadagi harbiy bazalarni olib chiqib ketasan. Meni raketa programmamni hech qanaqa muhokama qilmaymiz. Va menda tinchlik atom energiyasiga ruxsat berasan. Rozi bo'lsang bo'y, emasam men kelishishni istamayman.
Mana bu keyin qolaversa, sanksiyalarni to'liq yeshasan va muzlatilgan pullarni to'liq qaytarasan. Ya'ni bu Amerika uchun og'riqli, ya'ni pullarni qaytarishga tayyor, sanksiyalarni yechishga tayyor. Bu Amerika uchun problema emas. Lekin tinchlik yadro programmasiga Amerika aytayapti, bo'pti, senga tinchlik demak atomini qilib beraman. Birgalikda, MAGATE bilan birgalikda men o'zim qilib beraman, o'zim kuzatib turaman. Har kuni o'sha kelib skalatingni ko'raman deb. Unga Eron rozi bo'lmayapti hozircha. Endi mana bu mintaqadagi Amerikaning harbiy bazalarini olib chiqib ketish bu Amerikani tarixiy tahqirlash. Ya'ni mintaqaning xo'jayini men bo'laman degani. Unga Amerika tayyor emas. Va Arab davlatlari ham hozir chunki mintaqada Eron endi shunday ham ma'lum bo'ldi, endi yangi diplomatiya boshlanadi mintaqada. Shu paytgacha mintaqadagi asosiy davlat bu Amerika Qo'shma Shtatlari edi. Endi Amerikaning mavqei pasayib, Eronning mavqei kuchayadi. Lekin o'rtadagi paritet qanday bo'ladi, hozircha buni aytib bo'lmaydi, chunki urush hali tugagani yo'q. Rahmat. Qo'shimcha. Mana bu yerda men aytgan bo'lardim, o'sha 45 kun birinchi bosqichda Kamoliddin aka aytgandek o'q otishni to'xtatish. Ya'ni ceasefire deyapti. Ya'ni o'q otishni to'xtatib turish bu o'sha kelishib olish uchun sharoit deb aytilyapti. Lekin Eron tomoni sizlarni har qanday takliflaringizni kafolati bo'lmasa ekan, men ularni birontasini qabul qilmayman deyapti. Va Eron tomoni boya yuqorida Kamoliddin aka yaxshi aytdi, AQShga maksimal zarba beryapti. Ya'ni uni Trampni obro'sizlantirish yo'lida xohlagan taktikadan foydalanyapti. Shulardan bittasi pozitsiyasini o'zgartirmaslik. Ya'ni Eron boshida qanaqa pozitsiya bildirgan bo'lsa, ya'ni Eron milliy manfaatlari, rasmiy Tehronning manfaatlariga mos kelmaydigan bironta taklifni qabul qilmayman degan o'sha pozitsiyada turibdi. Bu degani hozir nimada Amerika tomoni o'zini bayonotlarida har kun o'zgartiryapti-da. O'zini pozitsiyasini har kun chekinyapti. Har kun Makron ham aytdi buni jiddiroq, sal jiddiyroq bo'linglar, har xil bayonot beravermanglar. Barqarorlik bizga yetishmayapti deb Trampga namoyon qildi, o'sha ishora qildi. Gapirish ham shart emas dedi. Va har kun chiqib gapirish shart emas dedi. Bu borada boya yuqorida aytganimizdek, Tehron Vashingtonga master-klass beryapti-da, gapida turish, pozitsiyada turish bo'yicha aytayaptiki, bizaga unaqa kafolatsiz hech qanaqa taklif kerak emas. Bizaga urushni, o'q otishni to'xtatish emas, urushni to'xtatish va bu kafolatlangan bo'lish kerak deyapti. Aynan shu nuqtai nazardan kelib chiqadigan bo'lsak, 15 ta berilgan taklifni tupurib tashladi-da, 10 ta taklif o'zinikini kiritdi. Xohlasang qabul qil, xohlamasang to'rt tomoning qibla degan qabilida pozaga turib olgan. Tehron hech anaqaga. Endi butun agar hozir G'arb matbuotiga qarasangiz bir g'alati holatda butun boshli o'sha G'arb yoki o'sha Isroil bilan AQSh boshchiligidagi koalitsiya Eron ozgina bo'lsa ham chekinadimi deyapti. Shu savolni beryapti-da jurnalistlar. Ozgina bo'lsa ham chekinadimi, o'sha pozitsiyasini yumshaydimi degan gapni aytayapti. Zararlarni qoplash ham bor bu yerda. Yo'q, yo'q degan javob. Nafaqat o'sha chekinish, o'sha kontributsiyani qo'yish balki vaziyatni yana og'irlashtiruvchi holat hisoblanadi-da. Mana aytgandek yana talab qo'yish, harbiy qo'shinning kontingentingni olib chiqib ketasan, bazalaring bilan birga qo'shib degan bu haqorat bu. Amerika Qo'shma Shtatlari uchun haqorat. Va endi men aytgan bo'lardim, hozir prognoz qilish juda qiyin, chunki shunaqa Tramp boshchiligidagi harbiy amaliyot amalga oshirilayotgan ekan va u ertaga Venesuelani prezidenti bo'lishi ham mumkin. Men ispan tilini o'rganish qiyin emas degan gapni aytayotgan, ishtiroqim kuchli degan deyotgan odamni tinchlik bo'yicha kafolatlangan sulh taklif qilishiga Eron hukumatı tugul boshqa oddiy odamlar ham ishonmaydi-da. O'shaning uchun Makron aytgandek bizga jiddiylik yetishmayapti, bizga barqarorlik yetishmayapti, bizda gapida turish yetishmayapti degan gapni qog'ozga o'rab chiroyli qilib aytib berdi. O'shaning uchun men aytgan bo'lardim, bu yerda agar sulh taklif qilayotgan odam yoki tomon o'sha sharoitni yaratmas ekan, o'zi shu sharoitni buzar ekan, ikkinchi tomon aqli raso odam tomon unga hayotda ishonmaydi-da. O'shaning uchun men aytgan bo'lardim, matbuot anjumanida chiroyli nutq qilgandan ko'ra qabul qilishi mumkin bo'lgan sulh loyihasini bergan maqsadga muvofiq bo'lardi. Kamoliddin aka, mana AQSh va Eron o'rtasidagi hozir ehtimoliy o'sha muzokaralar, sulhlar haqida gaplashamizda. Lekin urushning eng asosiy sababchisi bo'lgan Isroil negadir shu muzokaralarda ham, mana shu kelishuvlar masalasida ham yoki bayonotlar e'lon qilishda ham bir chetda qolayotgandek. Shunday. Shu kelishuv sulhlari, Qo'shma Shtatlar rozi bo'lsa agarda Isroil omili qanday bo'ladi bu uchlikda? Bu Isroilga juda ham katta zarba bo'ladi, chunki Isroilning strategik maqsadi aslida yagona maqsadi bor edi. Eronni davlat va qudrat sifatida demontaj qilish.
Ya'ni Eron shunday davlat bo'lsinki, Isroilga yo'q deya olmaydigan, Isroilga hech qanday tahdid qila olmaydigan, bu degani xonavayron bo'lgan, ichkarida fuqarolik urushi bor yoki parchalangan yoki zaif bo'lgan. Mana Saddam Husayn davrida Iroq qanchalik diktatura bo'lmasin, lekin u markazlashgan qudratli davlat edi. Ichkarida kurdlar, boshqalar fuqarolik urushining elementlari yo'q, hech qanday mana shunday markazlashgan juda ham kuchli davlat edi. Xuddi shuni orzu qiladi Isroilki, Eron ham xuddi shunday davlat bo'lsin deb. Chunki Eron katta davlat, hududiy jihatdan Iroqdan 4 marta katta, aholisi nuqtai nazaridan 3 marta katta. 92 millionlik davlat. Endi mana mintaqa davlatlari to'g'ridan-to'g'ri Isroil bilan muzokara olib bormaydi. Isroilning qarang, formulasi qanday? Isroil shu paytgacha Donald Trampga yoki Amerikadagi lobbiga ta'sir qiladi, ular hokimiyatga, Amerika hokimiyatiga ta'sir qiladi, Amerika hokimiyati mintaqadagi arab davlatlariga ta'sir qiladi va birgalikda Eronni yiqitmoqchi edi. Ya'ni bu yerda Isroil bu manipulyator davlat. U faqat bitta davlatni manipulyatsiya qila oladi. Bu Amerika Qo'shma Shtatlari. Lekin Amerikaning o'zida ham jarayon boshlangan. Misol uchun bugungi kundagi Amerikadagi bahs-munozaralar Iroq kompaniyasi davrida 2003-yilda aqlga sig'maydi. U paytda Isroilga hech kim muhokama qilmas edi. Isroil bu normal Amerikaning 51 yoki 1-shtat sifatida ko'rilardi. 51 emas, 1-shtat sifatida. Ha, ilk shtat sifatida ko'rilardi. Ya'ni bugungi kunda Amerikada juda ham katta diskussiya boshlangan. Kongressmenlar ham hattoki mana endi Amerikaning ichkarisidagi nima uchun biz Isroil uchun o'zimizni keyingi 250 yilda qurgan davlatimizni qurbon qilishimiz kerak? Amerikaning manfaatlarini qurbon qilishimiz kerak. Nima uchun Amerika ila o'lish kerak degan narsa bu mainstream masalaga aylanib qoldi. Bu 20 yil oldin bu teoriya zagovori sifatida sen nima deyapsan deb hammani ovozini o'chirishardi. Bugun mana bu rasmiy ommaviy axborot vositalarining qudrati emas, bu ijtimoiy tarmoqlarning inqilobi bu. Bu TikTokning inqilobi, bu Facebookning va hokazo. Chunki hammani og'ziga elak tutib bo'lmaydi, lekin rasmiy matbuot, aytaylik, Fox News yoki CNN bular Isroilni u qadar muhokama qilayotgani yo'q. Bu Tucker Carlsonning inqilobi, bu Mirshamerning, Jeffrey Sachsning bularning inqilobi. Bular Amerika tafakkurini o'zgartirgan demak ijtimoiy tarmoqlar va shaxslar bo'lyapti. Bular Amerikaning ichidan chiqyapti. Bular Amerikaning ichidan chiqyapti.